Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan ilm yo'li variativ dasturi mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz ilm yo'li variativ dasturi ilm olishning maktab ta'limiga tayyorlashning zamonaviy bosqichi. Ikkinchi rejamiz dasturning maqsad va vazifasi. Uchinchi rejamiz 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanishidagi o'ziga xosliklar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy 1 yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi 999-sonli qarorini ijro etish doirasida O'zbekiston Respublikasi 999-sonli qarorini ijro etish doirasida O'zbekiston o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy 1 yillik tayyorgarligi bo'yicha majburiyatni oldi. 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida ilm yo'li dasturini ishlab chiqish hamda uni tasdiqlash zarurati paydo bo'ldi. Ilm yo'li variativ dasturi maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ilmiy metodik kengashining 2019-yil 29-avgust 7-sonli yig'ilish qarori bilan Maktabgacha ta'lim vazirligi huzuridagi o'quv metodik ishlarni muvofiqlashtiruvchi yig'ilishning 2019-yil 20-sentyabrdagi 1-son bayoni bilan tasdiqlangan va nashrga tavsiya etilgan. Dasturning maqsad va vazifalari. Mazkur dastur o'ziga xos bo'lib, unga ko'ra o'quv-tarbiyaviy faoliyat kuniga 3 soat davomida amalga oshiriladi. Uning majburiy qismi 80% ni va variativ qismi esa 20% ni tashkil etadi. 6-7 yoshli bolalarni o'qitish majburiy boshlang'ich ta'limga 1 yillik tayyorlash guruhlari dasturi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan ta'lim sektori rejasi, maktabgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi davlat talablariga tayangan holda bolaga yo'naltirilgan sifatli pedagogika prinsiplariga asoslangan. Dasturning vazifalari esa quyidagilardan iborat. 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga 1 yillik tayyorlash guruhlar bolalarni to'liq kunli maktabgacha ta'lim tashkilotiga berish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki muayyan sabablarga ko'ra bunga intilmaydigan ota-onalarning talab ehtiyojlarini qondirilishi kerak. Zarur bo'lgan rivojlanish amaliyoti va maktabga tayyorlash uchun teng imkoniyatlarni vujudga keltirish. 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga 1 yillik tayyorlash guruhlar maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq 5 muhim sohada bolalarni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi zarur. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ijtimoiy hissiy rivojlanish, nutq muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi, ijodiy rivojlanish bular har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlashga mo'ljallangan va oxirgi aynan vazifa maktab ta'limiga umumiy psixologik tayyorgarlik. Dastur zamonaviy pedagogika va psixologiya tamoyillariga tayangan holda istisnosiz barcha bolalarning ta'lim olish va rivojlanishiga teng imkoniyatga ega bo'lishini ta'minlashga, amaliyotga bola yo'naltirilgan yondashuvni, inklyuziv ta'lim tamoyillarini joriy etishga, oila va jamoalar bilan hamkorlikka, ta'lim-tarbiyaning madaniy jihatdan maqbul uslublariga tayangan holda milliy qadriyat va ustuvorliklarni e'tiborga olish, qulay, do'stona va xavfsiz rivojlanish muhitini shakllantirishga yo'naltirilgan. Majburiy boshlang'ich ta'limga 1 yillik tayyorlash guruhlaridagi ta'lim jarayoni quyidagi tamoyillarga asoslangan. Bular quyidagilar hisoblanadi: bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuvi, inklyuziv ta'lim haqida mushohada yuritish, bolani holistik, ya'ni yaxlit rivojlanishini ta'minlaydigan ta'lim muhitining xususiyatlarini belgilash, maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyatning yetakchi turi o'yin asosida ta'lim berish, bola ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi, rejalashtirish va baholash samaradorligi, bolani tarbiyalash va rivojlantirish jarayoniga ota-onalarni hamkorlik asosida jalb etish, interfaol ta'lim va integrativ o'qitishdan iborat.
6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanishiga xos o'ziga xosliklar. Fiziologik rivojlanish mazkur davrda organizmning tayanch harakat va yurak-qon tomir tizimlarining intensiv rivojlanishi hamda takomillashishi, mayda mushaklarning rivojlanishi, markaziy asab tizimidagi ayrim bo'linmalarning rivojlanishi va ayrim bo'linmalarning rivojlanishi ro'y beradi. Bolaning vazni oyiga taxminan 200 gramm atrofida, bo'yi o'sishi esa yarim santimetrga ortib boradi. Tana proporsiyalari o'zgara boshlaydi. 6-7 yoshli bolalarning bo'yi o'rtacha 113-122 santimetrga, o'rtacha vazni esa 21-25 kilogrammga teng bo'ladi. Miya sohalari deyarli katta yoshli kishilarnikidek shakllangan, harakat sohalari yaxshi rivojlangan. Suyaklar mustahkamlanishi davom etadi, lekin umurtqa egilishlari hali barqaror emas. Yirik va ayniqsa mayda motorikasining rivojlanishi davom etadi. 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanishdagi o'ziga xosliklar, ya'ni bu psixik jarayonlarning rivojlanishi. Bu yosh bosqichining o'ziga xos tomoni bo'lib, bilishga doir va fikriy psixik jarayonlarning faol rivojlanishi hisoblanadi. Bola kuzatishga, qarab izlash kabi ixtiyoriy harakatlarni bajaradi. Mana shu yoshda sensor etalonlar, shakl, rang, o'lcham to'la o'zlashtiriladi. Diqqat. Aynan maktabgacha yosh oxiriga kelib, ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Bola diqqatini ongli ravishda ma'lum bir predmetlarga va obyektlarga yo'naltirib va jamlab tura oladi. Diqqatning barqarorlashishi, ortishi 20-25 daqiqa. Diqqat hajmi esa 7-8 predmetni qamrab oladi. Bola ikki yoqlama tasvirlarni ko'ra olishi mumkin. Xotira. Maktabgacha yosh oxiriga kelib, bolada psixik faollikning ixtiyoriy shakllari paydo bo'ladi. U endilikda predmetlarni qarab chiqa oladi, maqsadga qaratilgan kuzatishni amalga oshira olishi mumkin. Ixtiyoriy diqqat paydo bo'lishining natijasida ixtiyoriy xotira elementlari yuzaga kela boshlaydi. Fikrlash. Maktabgacha bo'lgan yoshda tushunchalarning rivojlanishi boshlanadi. To'la holda so'zli, mantiqiy, tushunchali yoki abstrakt fikrlash o'smirlik yoshiga kelib shakllanadi. Tasavvur. Bola hayotining bu davri tasavvur qilishning o'ziga xos faolligi bilan tavsiflanadi. Dastlab bu faqat yaratuvchilik tasavvurlari bo'ladi, ya'ni biron bir ertaknamo qiyofalarni tasavvur qilishga imkon beradigan tarzda bo'ladi. Keyinchalik esa butunlay yangi qiyofalarni yaratishga qodir bo'ladigan ijodiy tasavvurga aylanadi. Nutq, grammatika va leksikaning rivojlanishi davom etadi. Nutq ravon bo'la boradi. So'z boyligi ortadi. Bolalar umumlashtiruvchi otlarni ishlata boshlaydilar. Sinonimlar, antonimlar va sifatlardan foydalana boshlaydilar. Shaxsning rivojlanishi esa maktabgacha yoshdagi bolaning ongidagi asosiy o'zgarish bo'lib, harakatlar ichki rejasining paydo bo'lishi hisoblanib, u bolaga nafaqat ko'rgazmali tarzda, balki ongli ravishda ham turli xildagi tasavvurlarni hosil qilishga yordam beradi. 6-7 yoshdagi bola maktabgacha bo'lgan bolaning asosiy kompetensiyalariga quyidagilar kiradi. Kommunikativ kompetensiya, ya'ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi. O'yin kompetensiyasi, bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim, ko'nikmalardan ijodiy rivojlanishi o'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi. Ijtimoiy kompetensiya, hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tuta olish mahorati. Bilish kompetensiyasi, atrofdagi olamning ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma va malaka qadriyatlaridan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanishdan iborat. Xulosa qilib aytganda, 6-7 yoshda maktab ta'limiga tayyorlash ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o'zlashtirishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat beradi. Bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha yoshdagi bolalik inson tafakkuri va umuman inson shaxsini shakllantirish jarayonida alohida rol o'ynaydi. Jamiyatimizning ongli avlodini tarbiyalashga xizmat qiladi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida mavzu bo'yicha portfolio tayyorlashni hamda mashg'ulot ishlanma tayyorlashni vazifa sifatida beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.